1950-yillarda Los-Anjelesda ko'plab qiynalgan ayollar ikkinchi Marilyn Monroe bo'lish uchun hamma ishga tayyor edi. Ammo bundan ba'zi bir erkaklar foydalanishga harakat qilgan. Masalan, bir odam o'zini fotografman, sizni detektiv jurnalining bosh muqovasida chiqaraman deb ayollar bilan o'zi rozichiligini olgan holda xohlagan ishini qilgan. Faqat jinsiy xohish emas. Bu narsada esa u umuman boshqa yo'ldan foydalangan. Bu videoda men sizlarga 20-asr o'rtalarida model va aktrisa bo'lishni xohlagan qizlar o'limga o'zlari rozilik berishgani haqida gapirib beraman. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, premium kanalda qo'yilgan voqeaning eng qo'rqinchli joyini ham aytib beraman. Demak, boshladik. Video boshlashdan oldin men sizlarga bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu voqeada zo'rlash, jinsiy tajovuzga bog'liq voqealar ko'p marta takrorlanadi. Agar sizga bunday voqealar yoqmasa, videoni o'tkazib yuboring. Xo'sh, Harvey Gladman 1927-yil 10-dekabrda Nyu-York shahrining Bronx tumanida tug'ilgan. Onasining ismi Ophelia, otasiniki Albert bo'lgan va Harvey ularning yagona farzandi edi. Bolakay ancha yoshligidan boshqalarida bo'lmagan xatti-harakatlar bilan ajralib turardi. U deyarli hech narsaga qiziqmasdi, go'yo atrofidagi dunyo unga mutlaqo begonaday. O'yinchoqlar bilan o'ynashni xohlamasdi. Hech narsaga ahamiyat bermasdi. Bu yosh bola uchun juda g'alati holat albatta. U boshqa bolalar bilan do'stlashish yoki ular bilan o'ynashni umuman xohlamagan. Uni oldiga o'yinchoq qo'yishsa, uni ham o'ynamasdi. Xullas, u 3-4 yoshligida ham yosh bolaga xos narsalarni umuman qilmasdi. To'g'risi, men hozir aytmoqchi bo'lgan gapni aytaymi yoki yo'qmi, ko'p o'yladim, lekin jinoyatchini shaxsiyatini o'rganar ekanmiz, albatta aytishim kerak. Harvey endi 3 yoshga kirganida bir kuni onasi o'g'lini xonasiga kiradi va Harveyni ip bilan topadi. Iplarning bir uchi shkaf tortmasiga, yana bir uchi esa bolakayning jinsiy a'zosiga bog'langan edi. Ophelia o'g'lini bu holatda ko'rib, qanday ahvolga tushganini tasavvur qilish juda ham qiyin menimcha. Uni o'g'li hali 3 yoshda va bu mutlaqo normal holat emas. Bu yerda hammada bir savol tug'iladi. U buni qayerdan o'rgangan? Qidiruvlarim davomida Harvey jinsiy zo'ravonlikka uchragan bo'lishi mumkinligi haqidagi ayrim taxminlarga duch keldi. Harvey jinsiy zo'ravonlikka uchraganmi yoki shunga o'xshash holat bo'lganmi, buni aniq bilmayman, lekin bu borada juda ko'p taxminlar mavjud. Biroq keyinchalik siz Harveyning jinsiy aloqaga nisbatan jiddiy muammoli va yomon qarashlari borligini ko'rasiz. U sodir etgan ayrim jinsiy tajovuzlar bevosita arqon bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun 3 yoshda sodir bo'lgan bu harakatlar u jinsiy zo'ravonlikka uchraganmi, bu xatti-harakatni boshqa birovdan o'rganganmi yoki qandaydir boshqa yo'l bilan shakllanganmi, har qanday holatda ham bu unga kuchli ta'sir qilgani aniq. Shundan keyingi davrda Harveyning bolaligi haqida ko'p ma'lumotlar mavjud emas, ota-onasi esa bu xatti-harakatlar vaqt o'tishi bilan o'zidan-o'zi to'xtab qolishiga umid qilishgan. Lekin bunday bo'lmadi. Endi Harvey 12 yoshda. Shu paytda uning oilasi Kolorado shtatiga ko'chib o'tadi va yangi maktabda Harvey juda ko'p masxara qilinadi. Uni doimiy ravishda tashqi ko'rinishi uchun masxara qilishardi. Katta quloqlari va husnbuzarlari borligi sababli uni masxara qilishdi. Bolalar unga Suvsar va Olmaxon kabi laqablar qo'yishgan edi. Bu masxaralar tufayli Harvey qizlar orasida bo'lishdan qo'rqib qoldi. Birorta qiz unga do'stona gapirsa ham u tezda qizarib ketardi, umuman javob qaytara olmasdi. Harvey hech qachon qizlar bilan do'stlasha olmagan. Lekin video davomida bilib olasiz u qizlarga qanday manipulyatsiya ishlatganini. Ayollar uni gaplariga shunchaki quloq solishgan. Harveyning muammolari maktabdagi holatlar bilan tugab qolmagan. U arqon bilan har xil tajribalar qilib ko'rardi. Ota-onasi esa uydagi barcha arqonlarni axlatga tashlab yuborishdi. Bolani esa shifokorga ko'rsatishdi. Shifokorlar qo'rqadigan narsa yo'q, bu bolalarga xos narsa deb aytishdi. Lekin yo'q, unaqa emas. U hali 12 yoshda. Shu yerdan boshlab uni qilayotgan ishlari keskinlashadi. U ayollar oldida bo'lishni, ularning ustidan hukmronlik qilishni xohlardi va buni rejalashtira boshladi. Harvey avval o'z mahallasini aylanib chiqdi. Avvaliga u ayollar va qizlarni faqat uylarida bo'lganda kuzatdi, lekin keyin u keyingi bosqichga o'tdi. U ularni uylariga bostirib kira boshladi. Harvey odamlar uylariga bostirib kirardi va albatta hech kim yo'q paytida va faqat ayollarga tegishli buyumlarni o'g'irlardi. Bu orqali u ayollar ustidan hukmronlik o'rnatganini his qilardi. Bir kuni hatto bir uydan qurol ham o'g'irladi. Endi u qurol bilan uyga kirishi mumkin edi. U rostdan ham shunday qildi, bu safar ayol uydaligida. Harvey ayolga qurol o'qtadi va yotoqxonasiga olib bordi. Ayolning qo'llarini bog'ladi, og'zini yopdi, keyin esa ayolga kiyimi ustidan tegindi va shunchaki chiqib ketdi. Tasavvur qilyapsizmi, bu paytga kelib taxminan 14 yoshlar atrofida bo'lgan. Men sizlarga shu paytgacha gapirgan seriyali qotillar bu yoshda faqat hayvonlarni qiynagan. Bu esa bolakay bu ishni bir marta qilgandan keyin yana qila olishiga ishonch hosil qildi. Va bu holat uning o'smirlik yillarining qolgan qismi davomida takrorlanib bordi. U tez-tez ayollarni uylariga yolg'iz paytlarida bostirib kirardi, ularni arqon bilan bog'lardi va kiyimlari ustidan tanasini ushlardi.
ba'zan qisman yechintirardi ham. Jinsiy tajovuzdan so'ng u ayollarni quchoqlab televizor tomosha qilardi. Ko'p hollarda Harvey qizlarni rasmga olishga ham harakat qilgan. Bu keyinchalik uning o'ziga xos uslubiga aylanadi. Har safar u biror uyga kirganida va qutulib ketganida o'ziga bo'lgan ishonchi kuchayardi va ayollarning yolvorishi esa unga zavq berardi. Ayollar undan qo'rqayotgani unga o'zini kuchli his qilishga yordam bergan. Yillar davomida u bu jinoyatlardan qutulib qoldi, lekin oxir-oqibat bu beparvo bo'la boshladi va shu sababli u qo'lga olinadi. Harvey 17 yoshida birinchi marta hibsga olindi. Politsiya uni yana bir uyga bostirib kirayotgan paytda ushlaydi. Uning yonida arqon ham, qurol ham bo'lgan. U hibsga olindi va birinchi darajali talonchilikda ayblandi. U 17 yoshda va birorta voyaga yetmaganlar qamoqxonasida o'tirib chiqishi kerak. Balki shunda tuzalar. To'g'rimi, siz ham xuddi menday o'ylayapsizmi? Lekin bunday bo'lmadi. U aslida qamoq jazosini o'tamagan, chunki onasi uni $2000 garov evaziga ozod qilgan. Garov evaziga qo'yib yuborilganidan bir oy o'tmay, u yana bu ishlarni takrorladi. Lekin bu safar u bundan ham battar, chunki u endi bir ayolni o'g'irlab ketgan edi. U shunchaki ayolni o'g'irladi va boshqa ayollarga qilgani kabi jinsiy tajovuz qildi. Uni tanasiga tegindi va uni uyiga haydab yubordi. Ayol u yerdan chiqishi bilanoq politsiyaga xabar berdi va Harvey yana hibsga olindi. Bilasiz, bundan oldin garov puli evaziga qo'yib yuborilgan va qanaqadir taqiqlar bo'lgan. Masalan, kechasi ko'chaga chiqmaslik, shaharning qaysidir chekkalarida yurmaslik. U bu jinoyatni sodir etgandan keyin aniq bo'ldiki, u hech qanaqasiga ozod qilinmaydi. Bunday olib qarasa, rostdan ham ko'chada yurgan har qanday ayol uchun xavfli erkak bo'lib yetishgan edi. Endi unga jiddiyroq jazo berilishi kerak. Ammo unday bo'lmadi. U atiga 1 yilga qamaldi va chiqqanidan yana jinoyat sodir etdi. Endi u ancha aqlliroq ish qilishni o'yladi. Masalan, qurol olib yurmaslik. Ammo qurol ayollarni qo'rqitishning eng oson yo'li. Nima qilish kerak? U juda ham haqiqiyga o'xshaydigan o'yinchoq qurol sotib oldi. Har qanday odam uni haqiqiy deb o'ylardi. Ikkinchi marta qamoqda o'tirib chiqqanidan keyin Harvey yana Nyu-Yorkka qaytib ko'chib o'tdi. Onasi uni hech kim tanimaydigan Nyu-Yorkka borsa, hayoti yaxshilanib ketadi deb o'ylagan. Lekin aslida Harvey Nyu-Yorkka boshqa sabab bilan qaytgandi. Bu yer kattaroq ov maydoni edi. U Nyu-Yorkka keladi va darhol keyingi qurbonni izlay boshlaydi. 1946-yil 17-avgust yarim tunda Harvey Thomas va Doris ismli erkak va ayol juftlikka yaqinlashadi. Bu juda katta qadam edi, chunki bungacha Harvey faqat yolg'iz ayollarni nishonga olgan. Endi esa juftlik oldiga boryapti. Bu albatta qo'rqinchli. Harvey juftlikka yaqinlashadi, o'yinchoq qurolni chiqaradi. Ularni qurol bilan qo'rqitib, yon ko'chaga kirishni buyuradi. Keyin Thomasni arqon bilan bog'lab, uni maysazorga yotishga majbur qiladi. Hamyonini esa o'g'irlaydi. Shundan keyin Harvey o'yinchoq qurolni Dorisning qorniga tirab, uni qurol bilan ushlab turadi va unga jinsiy tajovuz qilishni boshlaydi. U bir necha bor agar qochishga urinsang, seni otaman deb tahdid qiladi. Bu paytda Thomas bog'liq holatda hammasini ko'rib turgandi. U arqonni yechishga muvaffaq bo'ladi, birdan Harveyga tashlanadi. Ammo Harvey yonidagi pichoqni chiqarib Thomasning yelkasiga sanchadi va qochib ketadi. Bu narsalar umuman rejada yo'q. Juftlikning ikkalasi ham tirik edi, ammo Harvey bu qilgan ishidan dahshatga tushgan. Shundan keyin o'ylagan, bo'ldi, endi avvalgi holatimga qaytaman, faqat yolg'iz ayollarga hujum qilaman. U o'z ishini boshladi. Takror va takror deyarli har kuni Harvey nechta ayolni o'yinchoq qurol bilan qo'rqitib, ularni zo'rlab, keyin voqea joyidan qochib ketgan. Buni sanog'ini o'zi ham bilmasdi. Ayollar ham politsiyaga xabar berishdan qo'rqishardi. Shuning uchun ancha muddat u yana ozodlikda yurdi. Ancha muddat deganim ham u hali 18 yoshda. Bu yoshda buncha jinoyat aqlga sig'maydi. Bunaqa ketma-ket jinoyatlardan keyin albatta politsiya uni yana tutib oldi. Bu safar uzoqroq muddatga qamaldi. 5 yildan 10 yilgacha. Aslida unga bu ham kam edi. Menimcha bu yerda uni yoshini hisobga olmaslik kerak edi. Chunki u juda qisqa vaqt ichida shunchalik ko'p ishlarni qilishga ulgurgan ediki, odam uning yoshini esdan chiqarishi kerak. Axir bu paytda u atiga 18 yoshda va allaqachon ikkinchi marta qamoqqa tushayotgan edi. Yigitcha qamoqda axloq jihatdan o'zini ancha yaxshi tutdi va muddatidan oldin ozod qilindi. Balki axloqi yaxshi mahbuslarni ozod qilgan yaxshidir, lekin jinsiy zo'ravonlik bilan qamalgan va o'zini yaxshi ko'rsatgan mahbusni ozod qilish menimcha unchalik to'g'ri emas. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Buni kommentda yozing. U atiga 2 yil o'tiradi va onasini qaramog'iga topshirildi va keyingi 5 yilni onasining uyida o'tkazish kerak edi. Bu texnik jihatdan uy qamog'iga o'xshardi, lekin aslida u to'liq uy qamog'ida emasdi. Chunki u tashqariga chiqishga ruxsati bor edi, u shartli ravishda ozodlikda edi va shu 5 yil davomida onasining uyida bo'lgan vaqtida u hech qanday jinoyat qilmadi. Aynan shu narsa ham uni onasini o'g'lim tuzaldi degan xayolga borishiga olib kelgan. Aslida u shuncha payt qanday qilib qamoqqa tushmasdan bu ishlarni qilsam bo'lar ekan deb o'ylagan va u bir qarorga keladi.
Harveyning fikricha, uning hozirgacha qo'lga tushishining yagona sababi shundaki, u qurbonlarni tirik qoldirgan. Ular tirik qolishgan va keyin politsiyaga xabar berishgan. Agar guvoh bo'lmasa, muammo bo'lmaydi. Bu fikrga kelganida u taxminan 28 yoshda edi. Men boshida aytdim, u rasm tushirishni yaxshi ko'rgan va bu ishni yaxshi qilgan. Shuning uchun ham fotograf sifatida ish topish oson bo'lgan. U keyinchalik Los-Anjelesga ko'chib boradi. Uning maqsadi esa har bir joyda bo'lganidek, Los-Anjelesda ham aktrisa bo'lishni xohlagan qizlar ko'p edi va ularni bu yo'lga olib kiradigan narsa fotograflar bo'lishi mumkin. Chunki bu 1950-yillar bo'lgani uchun deyarli hamma ayollar ikkinchi Marilyn Monroe bo'lishni xohlardi va shu orzuda Los-Anjelesga ko'chib kelishgan. Raqobat juda kuchli edi, shuning uchun ham ko'p ayollar har qanday taklifni qabul qilaverishgan, hattoki ishonchsiz joylar bo'lsa ham. Masalan, ba'zi agentliklar ayollarni tanlab olib kelardi va yechinib rasmga tushishni buyuradi. Garchi oldindan bu narsalar kelishilmagan bo'lsa ham, ayollarda esa rad etish imkoni yo'q edi. Chunki ularga pul kerak. Rasmga tushish paytida xonada faqat fotograf bo'ladi. Aynan mana shu vaziyatdan Harvey Gladman foydalanishga qaror qildi. U Los-Anjelesga ko'chib kelishi bilan vaqtni behuda sarflamadi. U mashina sotib oldi, kvartirasini fotostudiyaga aylantirdi va o'zini professional fotograf sifatida reklama qila boshladi. Asosan u o'z fotostudiyasini faol targ'ib qilar edi. Men seni keyingi yulduzga aylantira olaman. Bu har bir ayolga aytiladigan gap. 1957-yil 1-avgust kuni Harvey Judy Doll ismli ayol bilan telefonda gaplashadi. Judy atigi 19 yoshda edi, u yolg'iz ona bo'lib, 14 oylik qizi ham bor edi. O'sha paytda ajralish jarayonini boshdan kechirayotganida advokatlar uchun unga pul kerak. Hayoti butunlay izdan chiqqan paytlar. Judy Harvey bilan gaplashadi, Harvey o'zini professional fotograf sifatida tanishtiradi. U juda ishonch bilan gapirardi. Judyni keyingi katta yulduzga aylantira olishini aytadi. Uni jurnal muqovasiga chiqarishni va'da qiladi. Eng muhimi, juda yaxshi pul taklif qiladi. Judy pulga muhtoj edi. Shuning uchun ham bu ishga u rozi bo'ldi. Telefon suhbatining oxirida Harvey Judydan tor yubka va sviter kiyib kelishini so'raydi. U aytilgan holatda kvartiraga keladi, lekin ichida nimadir noto'g'ri ekanini sezadi. Ammo Harvey eshikdan chiqib kelganda ko'ngli joyiga tushadi, chunki u tashqi ko'rinishdan jay yomon yigitga o'xshamasdi. U kelib bugungi obrazni tushuntiradi. Harveyning aytishicha, qizning bugungi obrazi jinoyat haqidagi jurnal uchun. Unda jabrlanuvchi ayol tasvirlanishi kerak, shuning uchun hozir seni qo'ling bog'lanadi va og'zing yopiladi. Sen esa qo'rqib ketgan ayol obrazini o'xshatib berishing kerak. Albatta bularning hammasini siz ham men ham bilamiz. Yolg'on, lekin buni ayol bilmasdi. Meni ta'jubga solgan narsa, yoshligida qizlardan qo'rqadigan bolakay endi ularni o'z xohishi bilan qo'l oyog'ini bog'laydigan darajaga olib boradigan kuchli manipulyatorga aylangan. Begunoh sodda ayolga bunday usul qo'llaganini o'zi qanchalar jirkanchli. U shunday qilardi. Ayollarning qo'llarini orqalariga bog'lardi, oyoqlarini esa ba'zida ustunga, ba'zida esa to'shakka, ba'zida stulga, keyin og'zlariga biror narsa tiqib qo'yardi. So'ng ulardan jabrlanuvchi kabi o'zini tutishini so'rardi. Go'yoki kimdir ularni o'ldirmoqchi bo'layotgandek qo'rqqancha ko'rinishlarni xohlardi. Eng dahshatlisi, qizlarning hammasi bunga o'zlari rozilik berishgan. Harvey tushirgan suratlarning ba'zi birlari menda bor va men buni bepul Telegram kanaliga tashlab qo'yganman. Bemalol kommentariyadagi havola orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Harvey qizlarni jurnal muqovasida chiqarib, jurnalning bir qismiga aylantirishga va'da beradi va qizlar ham bunga darrov ishonishadi. Shundan keyin qizlarga jinsiy tajovuz qiladi va ularni shafqatsizlarcha o'ldiradi va ketma-ket suratlar ola boshlaydi. Yana bir faktni aytib o'tib ketaman. Harvey Gladman o'z jasadlarini suratga olgan birinchi seriyali qotillardan biri hisoblanadi. U jasadlarni suratga oladi va o'z qutisiga taxlab qo'yadi. Endi yana Harveyning kvartirasidagi Judyga qaytamiz. O'sha paytda Judy o'zini bog'lashga va og'zini yopishga rozilik bergan edi. U hammasi reja bo'yicha ketyapti deb o'ylagan. Hammasi yaxshi, bu shunchaki ish deb hisoblagan. Shuning uchun u Harvey xohlagan hamma narsaga mamnuniyat bilan bo'ysungan. Harvey o'zining fotosuratlar ketma-ketligini boshladi. Bog'langan holatdagi suratlar olinadi. Shundan keyin u qurolni chiqaradi va yana bir necha marta suratga oladi. Va aynan shu vaqtda Harvey Judyga u bilan jinsiy aloqada bo'lishini aytadi. Agar u yo'q desa, uni o'ldirishini aytadi. Shundan keyin Harvey Judyni bir necha marta zo'rlaydi. Bu juda muhim nuqta, chunki bu yerda Harvey shunchaki zo'ravonlikdan to'liq zo'rlashga o'tadi. Bu uning ayol bilan birinchi marta to'liq jinsiy aloqada bo'lishi edi. Bir necha bor zo'rlagandan keyin Harvey Judyni divanda o'zi bilan quchoqlashishga majbur qiladi. Keyin ular birgalikda bir nechta komedik epizodlarni tomosha qilishadi. Harvey Judyga uni keyinroq uyiga olib borishni va'da qiladi. Ammo afsuski, bu uning asl niyati emasdi. Chunki ular mashinaga o'tirishganda Judy uyimga ketyapman deb o'ylaydi. Lekin Harvey uni cho'lning o'rtasiga olib boradi. U mashinani to'xtatadi va Judyga tushishni buyuradi.
Bu paytda u hali ham bog'liq holatda edi. Keyin Harvey Judini arqon bilan bo'g'ib o'ldiradi va kamerani chiqarib turli xil usullarda suratga ola boshlaydi. Keyin esa mashinaga o'tirib, Judining jasadini cho'lning o'rtasida tashlab ketadi. Harvey keyingi qurbonni 7 oydan keyin topdi. U Shirley Bridgeford ismli ayolni o'g'irlab ketadi va yana o'sha dahshatli odat takrorlanadi. U Shirleyni bog'laydi, og'zini yopadi, unga jinsiy tajovuz qiladi. Yarim tunda uni cho'lga olib boradi va keyin arqon bilan bo'g'ib o'ldiradi. Butun jarayon davomida u har bir bosqichni suratga oladi. Bu qotillik bilan birinchisi orasida faqat bitta farq bor edi. U Shirleyni cho'lga olib borganda tun bo'lgani uchun suratga ola olmasdi. Shuning uchun Harvey u yerda cho'lda Shirleyni tirik holda ushlab turib, quyosh chiqishini kutadi. Faqatgina yorug'lik yetarli bo'lgachgina u xohlagan barcha suratlarni oladi va shundan keyin uni o'ldiradi. Uning jasadini cho'lning o'rtasida qoldiradi va voqea joyidan qochib ketadi. Oradan 4 oy o'tib, yana bir ayol xuddi shu ssenariy bo'yicha o'ldiriladi. Jazo olmasligi esa uni yanada xavfli jinoyatchiga aylantirib borardi. 4-qurbon 28 yoshli Lorraine Weigel bo'ladi. Lorraine Gollivud agentligi orqali modellik qilardi. Voqea boshqalari kabi boshlanadi. Bir kuni agentlikdan unga qo'ng'iroq qilishadi va bir erkak uni suratga olmoqchi ekanini aytishadi. Agentlik hatto bu odam biroz g'alati ekanini ham tan oladi. Ammo shunga qaramay ular Lorraine'ga shunday deyishadi: "Buni unuting, borib pulini oling." Ayol xavotirda bo'lsa ham u pulga muhtoj edi. Shuning uchun bunga rozi bo'ldi. Harvey Lorraine'ni o'zi olib ketadi va mana shu yerga borishimiz kerak deb manzilni tushuntiradi. Lekin Harvey umuman boshqa yo'ldan ketayotganini ayol payqaydi. Biz qayerga ketyapmiz deb so'raganda Harvey indamaydi. Asta-asta ular shahar chekkasiga chiqib ketishadi. Shunda birdan ayol qichqirib baqirishni boshlaydi. "Meni qo'yib yubor" deb baqiradi. Harvey esa mashinani to'xtatib, "Hozir tinchlanmasang seni o'ldiraman" deb qurolni o'qtaladi va arqon bilan bog'lamoqchi bo'ladi. Lekin ayol uni tepib, tipirchilab qarshilik ko'rsatdi. Shu paytda to'pponcha birdan bosilib ketadi. Yaxshiyamki, bu Lorraine'ning sonini biroz shilib o'tib ketgan. Lekin Harvey bir lahza shok holatiga tushib qoladi, chunki o'q kimga tekkanini bilmasdi. Aynan shu paytda Lorraine juda tez o'ylaydi va darhol harakat qiladi. U qurol qo'lida bo'lgan holatda mashinadan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. U o'rnidan turadi, qo'lida qurol va uni to'g'ridan-to'g'ri Harveyning boshiga qaratadi. Endi qo'rquv Harveyning boshiga tushgan edi. U nihoyat o'zi ayollarni qanday qo'rquvga solganini his qiladi. Shu paytda orqadan politsiya patrul xizmati ham kelib qolib, Lorraine'dan qurolni tushirish kerakligini so'rashadi. Albatta ular Lorraine'ni qo'lida qurolni ko'rgani uchun ayb unda deb o'ylashgan. Ayol darrov politsiya aytganini qiladi. Politsiya mashinani ko'zdan kechirishni boshlaydi. Birinchi bo'lib yukxonani ochishadi va Harveyning qo'rqinchli anjomlarini ko'rishadi. Ular arqon yana bir nechta qurollarni topishadi, ammo eng dahshatlisi ular bog'langan va bo'g'ib o'ldirilgan boshqa ayollarning suratlarini ham topishadi. Shundan so'ng politsiya xodimlari Harveyga o'girilib, uni darhol hibsga oladi va politsiya bo'limiga olib kelishadi. Hibsga olingandan keyin Harvey uzoq davom etgan so'roqdan so'ng barcha ayblarini tan oladi. U qilgan ishlaridan umuman uyalmagan. U hech narsani yashirmagan, aksincha u mag'rur edi. U hamma bilishni xohlagan va bu iqrorlarning barchasi lentaga yozib olingan. Sudda unga bir ovozda o'lim jazosi beriladi. U hech qanday apellyatsiya berishni xohlamagan. U o'zi o'lishni xohlagan. Shu sababli 1959-yil 18-sentyabrda deyarli 1 yillik hibsdan so'ng 31 yoshida qatl etildi. Eng qizig'i bilasizmi nima? Masalaga oldinroq aytib bergan BTK, ya'ni Amerika tarixidagi eng shafqatsiz qotil ham aynan undan ilhomlangan. O'sha paytda DNK yaxshi rivojlanmagandi, kameralar yo'q edi. Politsiya ham urush davrlari bo'lgani uchun bunday narsalarga unchalik ko'p e'tibor bermagan. Shuning uchun ham 20-asr seriyali qotillar asri bo'lgan desak bo'ladi. Endi masalaga boshida va'da bergan Premium kanaldagi voqeaga o'tamiz. Bir kuni tergovchilar 6 yoshli bolani qidirayotgan paytda ularga anonim qo'ng'iroq bo'ladi. Unda bir odam kanalizatsiyalarni tekshirishlari kerakligini, u yerda biror narsa topib olishlari mumkinligini aytadi. Tergovchilar va politsiya shu zahotiyoq ishga kirishdi. Kanalizatsiya tekshirilganda esa 6 yoshli go'dakning tanasini yig'ib olishga to'g'ri keldi. Uni tanasi bo'laklanib, sochib tashlangan. Bu voqeada qaysidir ma'noda ota-onani ham aybi bor edi, chunki qotil ota-onaga ogohlantirish bergan. Ammo ular bu seriyali qotilning birinchi ham oxirgi ham jinoyati emasdi. Videoni to'lig'i Telegram Premium kanalida. Bemalol kommentariyadagi havola orqali o'tib menga yozsalaring, men sizlarni Premium kanalga qo'shib qo'yaman. Kanal narxi 19900 so'm. Seni yaxshi ko'raman. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Hozircha xayr.